Choyxona yuradigan akalarimiz diqqatiga, videoni oxirigacha ko'ring. Choyxonaga ketayotgan paytingizda o'zingiz bilan qanaqa suv olib olishingizni aytib o'taman. O'zingiz uchun va sog'lig'ingiz uchun foyda. Oshdan keyin hazm qiladigan zo'r suvimiz bor. Videoni ko'rib turing. Bismillah. Maşallah. Okey. Choyxonaga ketayotgan paytingizda mana shu suvni olsangiz, M2 limon suvlarini. Limon bilasiz, inson organizmiga foydasi juda ham kuchli bo'ladi. Ayniqsa hazm qilishda yordam beradi. Mana shu ichimlik yaxshilab ko'rib oling va skrinshot qilib oling. Barcha butun Toshkent, butun respublika bo'ylab barcha do'konlarda bor. Immindan bizdan kelib olish shart emas. Xohlagan do'koningizga kirib M2 limon ichimligini bering desiz, berishadi. Bu ichimligimiz haqiqiy tabiiy limon ichimligi. Osh yeganingizdan keyin bitta ichib olsangiz, bormi? Yana dababka osh zakaz qolishingiz mumkin. Juda ham mazasi zo'r. Bismillah. Alhamdulillah. Juda ham zo'r ekan. Limonni yaxshi ko'rib iste'mol qiluvchi akalarimizga ham bu videoni yuborib qo'ying. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 ming so'm. Menimcha hamyon bor. To'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'ting. Men to'liq ma'lumotni qoldiraman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz.